Bilarmidingiz, bolalarda psixik buzilishlar miyada yallig'lanish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan bo'lishi mumkin. Ha, bu neyroyallig'lanish. Bu shunchaki murakkab tibbiy atama emas. Bu farzandingiz hayotini o'zgartirishi mumkin. Neyroyallig'lanish bu asab to'qimalarining yallig'lanishi bo'lib, u infeksiyalar, toksinlar yoki autoimmun jarayonlar tufayli yuzaga keladi. Bu bolaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi, nutqni kechikishi, harakat koordinatsiyadagi muammolar va xulq-atvordagi buzilishlarga sabab bo'ladi. Lekin bu muammoni aniqlash mumkin. Maxsus laboratoriya tahlillari yallig'lanishni erta bosqichda aniqlashga imkon beradi. Agar farzandingizda nutqning kechikishi, xulq-atvordagi muammolar yoki rivojlanishdagi kechikishlarni sezgan bo'lsangiz, biz yordam berishga tayyormiz. Birgalikda yechim topamiz. Batafsil bilishni xohlaysizmi? Bugunoq qabulga yoziling.